nimaga juda ham ko'p ayollar 40 yoshdan keyin xiyonat qiladi deb o'ylaysiz? Aslida 40 yoshdan keyin ayol kishida gormonal o'zgarishlar sodir bo'lishni boshlaydi. Ayol kishi unaqa deydi. Oldin chidirdi-yu, endi hozir chidamayman deydi. Endi sabr qilmayman deydi. Lekin o'zini yaxshi bilmagani uchun, asliyatini, menini, ruhiyatini yaxshi bilmagani uchun xiyonat ko'chasiga kirib qoladi. Mana shu sevgini boshqa erkak kishilardan olish xohlaydi. Mana shu sevgi xuddi unga kuch-quvvat berayotganga o'xshaydi, lekin bu xato fikr. Chunki agar ayol kishi haqiqiy o'zini menini his qilsa, turmush o'rtog'i bilan munosabatlarini ozgina tushunishni boshlasa, bir-biri bilan gaplashishni boshlasa, unaqa ayol xiyonatga bormaydi. Shuning uchun 40 dan keyin ayollar bilim olishi juda ham muhim. Chunki bilim olganingizda har bir vaziyat nimaga kelyapti hayotingizga, uni orqasida nima turibdi, asl beningizni tushunishni boshlaysiz. Shuning uchun bilim olishdan umuman to'xtamang. Telegram kanalimga agar yozilsangiz, bu haqida juda ham ko'p darslarim bor.